Real hayotni nimasi qiziq? Asabisan, muammolar, javobgarlik, yolg'izlik. Bu yerda esa yutuqlaringga qarab baholashadi. Bu yerda o'lishing, yuqori darajalarga ko'tarilishing va haqiqiy qirol bo'lishing mumkin. Haqiqiy dunyoda esa senda iste'dod va tirishqoqlik bo'lishi mumkin, ammo muvaffaqiyatga erishish imkoni kam. Zarracha e'tiborga ega bo'lishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Bu yerda esa biz asosiy qahramonlarimiz. Real hayotni nimasi qiziq? Asabisan, muammolar, javobgarlik, yolg'izlik. Bu yerda esa yutuqlaringga qarab baholashadi. Bu yerda o'lishing, yuqori darajalarga ko'tarilishing va haqiqiy qirol bo'lishing mumkin. Haqiqiy dunyoda esa senda iste'dod va tirishqoqlik bo'lishi mumkin, ammo muvaffaqiyatga erishish imkoni kam. Zarracha e'tiborga ega bo'lishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Bu yerda esa biz asosiy qahramonlarimiz.